2018-yilda ishlab chiqarilgan, 2019-yildan olib kelib haydalgan Lexus RX 350 avtomobili V6 3,5 litrli atmosferli motor bilan jihozlangan avtomobil. Mashina 92 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Yaxshi, nadejniy, yaxshi avtomobil qidirib yurganlar uchun juda ham zo'r variant. Mashinaning kraskalari top-toza ekan, 4 ta ballon taqib qo'yishgan mashinaga. Polniy navorot. 3,5 litrli atmosferli motor. Mana salonlari Pamit sidenlar, polniy navorot. Abduf abagrev funksiyalari bor, elektropaket kojinli sideniya, multirul, rullari ham naqa dupli. Monitorlari bor, antiradan so'rab ko'rasizlar, klimat kontrollari, aytganimdek abagrev hamma narsasi bor. Polniy navorot mashina, korobkalari soatda ishlayapti. Salonlari lyuklarigacha bor, orqa shtorkali, bagaj holatlari ham juda ham ideal. Yaxshi aytganimdek, nadejniy avtomobil qidirib yurganlar bo'lsa, pul zaril bo'lib sotishayotgan ekan, bo'lmasa sotmasdi deb aytishdi. Bagajlarini telarigacha idealniy bo'lib turibdi. Hamma yog'i zo'r holatda. Avida 4 ta ballon tortadigani olib maza qilib haydashingiz uchun 33 ming 900 ga berib yuboramiz, bosinglar.